Qo'lingizdan kelsa parkovka qilishni o'rgating. Nima? Qani ketdik. Qizlarjonlar, mana bizda parkovka jarayoni. O'quvchi mo'ljal olib kelyaptilar. Oraliq masofasi shunday yaqinlikda bo'lish kerak. Mana hozir bokovoylar menga keldi. 45 gradus chiqadi. Kassa holatda. Qani meni oyog'imni bosib olmasalar, to'g'ri kirayotgan bo'ladilar. Xudo xolasa yuzimizni yorug' qilib, mana oyog'imni bosmayaptilar. Demak, zo'r. Mana yonni parallelniy holatini ham cho'tga ushadilar. Endi orqaviy masofasini ham ko'ramiz. Mana orqa masofa zo'r. Oldidan to'liq palasa bilan moslashgan joylarni ko'rsataman. Cho'tki zo'r.